Yuan Shao kim? U zat qanday kishi? U o'rnidan qaytgandan keyin nima ishlarni qilgan? Yaxshimisizlar do'stlar? Unda bo'lsa, uch podshohlikni so'zlab ketdik. Endi Yuan Shao shu Dongzhou bilan tirkishib qilib, o'rnidan chiqib ketgandan keyin o'zininki amalini tashlab etib ketib qoldi. Bu nega ketdi? Bu yurtga qaytdi. Endi bu Yuan Shao zat qanday kishi degan vaqtda Yuan Shao'ni endi tasvirlagan vaqtda bu kelishgan. Bestik, chiroy turqum ajoyib go'zal kishi deb ta'riflagan. Buni ko'rgan odam buningki hamda shu siyoqi, ya'ni badan qurilmasiga qarab bu nihoyat zabardast kuchli odam deb o'ylaydigan mushunda darajadagi bir odam degan bu. Haqiqatan Yuan Shao shu pasibon bo'lishga arziydigan bir kishi. Ammo bu Yuan Shao'ningki birdan bir kamchiligi nima degan vaqtda bu ninki mesela qaramoqqa nihoyat bastik, yo'g'on, kuchukdek ko'ringan bilan ammo buninki yuragi kichik. Bu gapni savsovmi deydi, Yuan Shao'ningki yuragi kichik. Bu hamda nurg'un vaqtlarda shu qo'rqinchliq qilib qaror chiqarolmaydi. Shu 18 taram qo'shiniga bosh bo'lgan vaqtda bu Lübuni ko'rib qo'rqib ketdi. Lübuni kelganligini. Amaliyotda bu bosh bo'lgan odam bunchalik qo'rqib ketsa, yaxshi bo'lmaydi, shundaqmi? Ondan keyingi vaqtlarda bu savsovninki qo'shinlarni ko'ribmi, nihoyat oz qo'shindan qo'rqib ketadigan ahvollar bor, cho'chib ketadigan. Bundan bir xil qo'rqinish his qiladigan ahvollar bor. Uningki yana bir yeri nima desa, bu ikkilanib bir qarorga kelolmaydi. Bir ishlarni kesib qilinmaydigan bir ishlar bor. Biz buni beshirim so'zlagan to'qmi shu. Yana savsov bilan ikkisi Xijinning kaynida yurgan vaqtdimi, buningki nihoyat bir ishlarni to'g'ri qaror qilinmaydigan, bir ishlarni kesib qaror chiqarolmaydiganligini biz so'zlab o'tgandik. Demak, endi Yuan Shao shunday bir kishi. Endi bu o'rnidan qaytgandan keyin yurtiga berib, yurtidagi shu urug' tuqqanlarni o'zi burun yaxshilik qilgan kishilarning hammasini izlab, shu Dongzhou qarshi chiqish uchun qo'shin to'playdi. Chunki bu shu o'rnidan chiqqan vaqtda plan nima desa, shu Dongzhouga men qarshi chiqaman, qo'shin to'plab buni yo'qitaman degan bir plan bilan chiqadi. Buning oilasi nihoyat boy. Jamoati demdik, Yuan jamoati. Chunki bular Sishi Sengung deydigan bir nom bor bularning. Sishi Sengung degan nima desa, 4 avloddan 3 nihoyat cho'ng amaldor chiqqan degan gap. 4 avloddan 3 amaldor chiqdi deganning o'zi cho'ng amaldor. Bu boshma ish emasda bu. Nurg'un bularninki yo'li bor degan gap. Ham shunda cho'ng amaldorning 3si o'rda amal tutgandan keyin albatta bularning urug' tuqqanlari, tunish bilishlari, mushlarning soyasida nurg'un rayonlarga amaldor bo'lgan bo'ladi. Nahiyaga, viloyatga, oymoqqa, bozorga, kentga degandek chiqdi hamda. Haqiqatan bu Yuan jamoatidagi yoki Yuan jamoatiga munosabatlik yoki shular yordam qilib amalga chiqib qolganlar ajoyib chiqdi. Shuning bilan bu Yuan Shao asta-asta shularni izlashga boshlaydi. Ukam, og'ayna, mujinda ish bo'ldi. Bu yerda amalni tutib o'tiraverman. Ishdan birini boshlaydi. Mana qilaylik, hammasini yig'ib kelib tushuntirgandan keyin bularmi Yuan Shao'ningki fikrini qo'llaydi. Chunki Yuan Shao degan bu o'rda vazir bo'lgan odam, uning ustiga buningki danqi bor, yuzi bor-da. Shunlar hammasi buning agishishni xohlaydi. Bu mamda bu yerda o'zining planlarini o'ttirib qo'ydi. Cho'ng ishlarni qilish to'g'ri, o'z uchun cho'ng to'yib qo'shish to'g'riliq, o'ziga agashsa qanday bir sharaflarga ega bo'lgan to'g'riliq so'zlagandan keyin ular hammasiniki bularning kallasi yuyilib, Yuan Shao agishishga boshlaydi. Endi bular agashgan bilan agashgan vaqtda qanday agish desa, o'zi turayotgan o'rnini qo'shib bilan agashtirdi. Oymoqni, viloyatni, yez bozorlarni, nahiyalarni degandek agashtirib bo'lgandan keyin Yuan Shao beribla uzun o'tmay zo'r qo'shinga erishdi. Endi savsov bilan Yuan Shao'ningki farqi almashadi mana. Yuan Shao'ningki iqtisodiy kuchi bek zo'r. Yo'li bek zo'r buningki. Savsov qanday qildi? Savsov berib, boshqalardan yordam so'rab, dadasini ish qilib yaqinlarni mablag' saqladi. Ammo Yuan Shao unda qilmasa-mu, bularningki yo'li jamoatini yig'sila, nurg'un odam, nurg'un iqtisod, nurg'un pul olib ketdi. Demak, bular avlod vazir bo'lib kelgandan keyin, cho'ng vazir bo'lib kelgandan keyin bularning zimini cho'ng, boyligi ko'p bularning yig'ilib ketgan. Jamoatimi cho'ng,
Bularning jamiyatning ta'siriga uchrab, boy bo'lganlarmi, savdo qilayotganlarmi, amal tutganlarmi chiqib qo'ygan ekan, hammasini yig'ib kelgan ekan, biroqlar bu Yuan Shao zo'r qo'shinga erishdi. Hisobda 18 taran qo'shinning ichida qo'shin eng jiqlar kim degan vaqtda Yuan Shao bilan Yuan Shuning qo'shini ko'p. Bular ikkisi Akkini, Yuan Shuni so'zlaymiz. Akkini turib bular bir jamiyatdan turib bular ikkisiniki o'z oldiga to'plagan qo'shinimi ayrim boshqalarning qo'shinidan natijasi ko'p. Demak, bu jamiyatni bo'shchaqlik olmaydi. Ham bu Yuan Shao bu cho'ng o'g'il. Ya'ni Yuan Shaoning dadasininki eng cho'ng ayolninki o'g'li. Ham Yuan Shu bo'lsa kichik ayol. To'qol deb qo'ydi u vaqtlarda. To'qolninki bolasi. Shunga ham martaba jihatdan Yuan Shaoninki martabasi yuqori. Chunki har qanday uyda ham burungi zamonda bolaning cho'ngi asosan ishlarga mas'ul bo'ldi. Amal olsun şunu berdi. Uyni boshqargan ishlarni shuni berdi. Huquqchi demakchida. Shunga bu Yuan Shaoninki hamda har jihatdan yuzi bor, huquqchi. Ammo hamda Yuan Shao o'rnida qolganligi uchun buningga hamda uyninki mol-mulki hammasi berilmagan. Bu mol-mulklar hamda Yuan Shao'ga berilib qolgan. Lekin ya'ni Yuan Shaoninki u mol-mulklarga ega bo'lmagan bo'lsa, ammo shu yuz obro'yi, yana shu urug' tuqqanlarning qo'llashi bilan bu nurg'un qo'shinga erishib, nurg'un boylikqa erishib, mana shu 18 taramninki Turshavul bo'g'dak bir holatda demak o'zini kuchlantirib chiqa oladi. Unda bo'lsa Yuan Shao to'g'riliq shunchalik so'zlab turlar. Endi keyingi filmimizda biz nima so'zlaymiz degan vaqtda Yuan Shaoninki ukisi Yuan Shu to'g'riliq so'zlaymiz. Unda qo'z do'stlar, filmni yoqtirgan bo'lsanglar, yurakdan berib qo'yinglar. İnkaslarni chiqaroq bir yezib qo'ysanglar, filmni saqlab olinglar, undan keyin tarqatib qo'yinglar.